Diqqat, dahshatli hodisa yuz berdi. Avtobus ag'darildi. Qurbonlar bor. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchi. Shu kabi muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini ham bosib qoldirishni unutmang. Navoiy viloyatida yo'l transport hodisasi odamlar hayotiga zomin bo'ldi. Tomdi tumani hududida salonida 47 nafar yo'lovchi bo'lgan avtobus harakat vaqtida ag'darilib ketdi. Oqibatda 2 nafar fuqaro voqea joyida halok bo'ldi. Yana bir necha kishi tan jarohati olgan. Ma'lum qilinishicha, hodisa 5-yanvar kuni sodir bo'lgan. Zongtong Bus rusumli avtobus Zarafshon Navoiy yo'nalishi bo'ylab harakatlanayotgan vaqtda uni boshqarib borayotgan 1986-yilda tug'ilgan haydovchi rol nazoratini yo'qotgan. 17 yillik tajribaga ega haydovchi boshqaruvidagi transport vositasi yo'lning o'ng tomoniga chiqib ketib ag'darilgan. Navoiy viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati ma'lumotlariga ko'ra, avtobus texnik jihatdan soz holatda bo'lgan, biroq shunga qaramasdan hodisa og'ir oqibatlarga olib kelgan. Yo'lovchilar orasida bo'lgan 2 fuqaro olgan tan jarohatlari sababli voqea joyida hayotdan ko'z yumgan. Shuningdek, turli darajada tan jarohatlari olgan 9 nafar fuqaro shifoxonalarga yotqizilgan. Ularga zarur tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Ayni paytda mazkur yo'l transport hodisasi yuzasidan tegishli idoralar tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda, deyilgan xabarda.